Yo'q, opa. Bitta pasport evaziga halol nasiya savdo bilan foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Xo'p. Sizda ham xuddi shunaqa savollar bormi? Bitta pasport evaziga Rabakilin Pro'ni foizsiz bo'lib to'lash imkoniyatlaridan foydalanib qoling. Rabakilin Pro nega meni xonadonimga kerak degan savollaringizga javob beramiz. Rabakilin Pro hozirgi kunda allergiya astmani oldini oladi va farzandlarimiz uchun sog'liq salomatligini va uyi tozaligi va pokligini bemalol foydalansangiz bo'ladi va uni tozalab beradi. Gilamlarimizni, mexli mebellarimizdan turgan joyida xonadonimizda 70-80% yuvib quritib ham beradi. Akalarimizga ham mashina salon sidiniya chexollari muammoyi, to'g'rimi? Palon pul berib ximchiskaga berish shart emas. Rabakilin Pro yordamida bemalol gilamlaringizni hamda mashinalaringizni salon sidiniya chexollarini ham turgan joyda yuvib quritib olsangiz bo'ladi. Glavnisi biz uchun xonadonimizda toza havo qilib beradi va toqqa ham chiqish shart emas, oka. Tog'ni havosini uyda hosil qilib beradi. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Agar siz ham chegirmada xarid qilish niyatida bo'lsangiz, pastdagi havoladan chegirmadan o'ting.